O'zbekistonda yuqori miqdorda pensiyaga chiqish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Pensiya jamg'armasi O'zbekistonda yuqori miqdorda pensiyaga chiqish uchun nimalarga ahamiyat berish kerakligi haqida tavsiyalar berdi. Pensiya yoshiga yetib ko'p yillik mehnati samarasini ko'rish, keksalik gashtini surish barchaning hayotidagi maqsadi hisoblanadi. Shu sababli barcha yoshlik paytida o'zining kelgusidagi pensiya haqida qayg'urishi, bu davrga oldindan tayyorgarlik ko'rishi lozim ekani qayd etilgan. Kimlarga pensiya tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiya olish uchun erkaklarga 60 yoshga to'lganda 25 yillik ish staji, ayollarga 55 yoshga 20 yil ish stajiga ega bo'lganlarga tayinlanadi. Ushbu talab etilganga nisbatan kamroq, kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya tayinlanadi, ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Pensiya tayinlashda ish stajiga rasmiy ishlab ish haqqi hisoblangan davrlar yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'lagan davrlar ish stajiga hisoblanadi. Ma'lumot uchun, ayol kishi rasmiy ishlab ish haqqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida ijtimoiy soliq to'lagan davrlari jami 20 yil bo'lganda 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqishi imtiyozli mavjud. Yuqoridagi davrlar uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganda fuqaroning harbiy xizmat, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish hamda bola parvarishi uchun ta'tilda bo'lgan har bir yil uchun 3 yil, jami 6 yilgacha davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi. O'zbekistonda 2025-yil mart oyida pensiya to'lovlarini naqdsiz shaklda oluvchilarga mablag'lar to'liq moliyalashtirildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning mart oyi uchun ro'yxatlarga kiritilgan 4,1 million nafar pensiya oluvchilar uchun talab etilgan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz shaklda oluvchi 3,4 million nafar yoki jami oluvchilarning 82% fuqarolarning bank kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berish ta'minlandi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.